Mana 3 oylik kanikulda jichchasi to'ylar bo'laylik. G deganda Sh. Z. L. N. T. Maktab. Bog'cha. Yaxshi. Arxitektor. Yaxshi, mana direktor. Aha. Bitta yurginda o eshik oldiga borib kelgin. Oyog'ingni uchida ketching. Tovoningda borchi endi. Velosiped minaveradi. Bemalol. O'tiravering bo'ldi o'g'lim. Bemalol minaverayotgan bo'lsa, bunday qilamiz. Xo'p, suzishni gaplashib berasiz. Taekvondoga borishni xohlamayotgan bo'lsa, suzish qo'shishimiz kerak. Mana yurishidagi muammo ham bu nerv sistemasi hisobiga bo'lgan narsa-da. Endi hozir bu bo'lib o'tib ketib bo'lgan, asorat sifatida qolyapti. Shuning uchun holatni yaxshilash uchun reabilitatsiya qilamiz. Reabilitatsiyada eng yaxshisi hozirgi holatda sizlar uchun suzish harakati uchun. Nutqiga ham darajada ta'sir qiladi suzish. Taekvondoga xohlamayotgan bo'lsa, bu tarafga yuramiz. Logoped bilan haftasiga 2 marta emas, haftasiga 4 marta, o'zi kanikulga hozir ishlaymiz. Nutq mashqlari, tilni mashqlarini, ovozni holatini yaxshilash uchun ovoz tonlarini logoped qo'shishimiz kerak. Qolganiga keyin yengil dori-darmon bilan shug'ullanib ketaveramiz. She'r aytsin ko'proq yoki shu yengil so'zlar bo'lsa ham, hikoyachalar bo'lsa, ashlarda ovoz chiqarib, oynaga qarab ifodali ravishda o'qishni ta'minlashimiz kerak. Suzishga borasan-a? Mayli. Nima, karatega borging kelmayapti? Charchab qolyapsanmi? Bilaman, lekin uni qiziqisi bo'ladi, endi yo'q. Uni charchayman. Mashqlarda charchab qolyapsanmi? Miya, ha? Karatega qanday bordimki, Suzishga borasanmi axir? Suzishda oyog'ini bunday qilib ishlatgan, bo'ptimi? Telefon ko'p ko'rmayapsizmi, ilohiyor? Jichcha ko'rdim. Olamaz, ko'rdirdi dedi, ona so'radan jichcha ko'rdim. Qat gaplarni qil. Ko'rdiz dedi. Har kuni 2 qatordan hikoya o'qib, hikoyani oynaga qarab gapirgin, bo'ptimi?